Judayam yosh kichkina paytimda bog'chalarda, maktablarda deyarli to'garaklar yo'q edi, men qatnashmagan. Maktabda o'qib yurgan paytimda biz sinfimizdan ikkita sinf yuqorida o'qiydigan bir yigit bilan duet ijro qilganmiz Tohir Zuhrada, O'tmagay aytolmayman. Hozir bir fikr keldi kallamga, Shuhrat aka, mana shu qo'shiqni birga ijro qilsak, nima deysiz? Bajondir jon deb ijro qilaman. Meni ham nafaqat meni, xalqimiz orasida bu asarni yoqtirmagan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Tohir va Zuhra chinakam el dostoni. Undagi Tohir va Zuhrani bir-biriga aytgan dueti chinakam el qo'shig'i. Birga aytamiz. Haydaniş o gadawa ailesun parvar harpran bağım yokuçi şam canan olmasa şam canan olmasa Şamdik yan gel hamişe cism canım sanki bir suzan kârlar koçsun ay kelam ne kılay bu can kim yolunda kurban olmasa Salomat bo'ling. Rahmat. Tohir va Zuhrani duetini ijro qildik-ku, tomoshabinlarimiz ham aytib turgan bo'lsa kerak. Yayrab shu qo'shiqda oq dengizdek. Dengizda oqqandek. Men shu o'rinda sizga tilagim, albatta har bir qo'shig'ingizni yurakdan aytayotganingiz va yurakdan chiqayotgani bilinib turadi. Zero yaxshi qo'shiqni til bilan emas, balki dil bilan kuylashadi deb aytishadi. Men doimo dil bilan kuylashingiz va dildan taralgan taronalaringiz teletomoshabinlarimizga qolaversa,
umumiy qo'shiq san'at muxlislariga yetib borishini tilakdoshiman. Ko'rsatuvga yana bir bor taklif qilganingiz uchun rahmat. Ko'rsatuv hali uzoq davom etsin. Bu borada sizga omad tilayman. Sog' bo'linglar.